Sizni ham bizni ham yaratgan Alloh. Uni nomi erur, biz uchun panoh. Inom insof bilan kam bo'lmang aslo. Birinchi so'zingiz bo'lsin bismillah. Bismillah degan holda qadrdonlarim, go'zal suhbatni boshlar ekanmiz. Avvalo assalomu alaykum. Yaxshidan-da yaxshilarim, qadrdan-da qadrbaxtlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar. Allohning barakatli kunlarida 7-noyabr sanasida haftaning payshanba kunida sizlar bilan oynai jahon orqali didor ko'rishganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun Nijrat shahrida yashab istiqomat qiluvchi hurmatli Hasanboy amakimiz, tog'amiz 64 bahorni qarshi olmoqdalar. Ularga tabriknoma loyihasi nomidan xususan yanina boshlovchi Muhammadjon nomlaridan alohida tabriklarni yetkazishni maqsad qildik, niyat qildik. Hasanboy amakijonim, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Sizga Allohning bergan qancha umr bergan bo'lsa, uni go'zal, mazmunli, barokatli yashashlikni nasib etsin. Farzandlaringiz baxtga, nabiralaringiz baxtga sog'-salomat bo'lib, yuzingizdan hech qachon kulgu tabassum qarimasin. Hamisha oilangizni piri badavlat bo'lib yuring. Sizga murojaat qilgan eng suyukli, eng sevimli jiyaningiz opamiz Shahnozaxon opamiz nomlaridan ham alohida tabriklarni yetkazar ekanmiz. Shahnozaxon opamiz sizni rosa ta'rifladi. Jiyanlarga shu qadar mehribon ekansiz. Niyat qilamiz, duo qilamiz. Siz ham mana shunday mehr-muhabbatli bo'ling. Albatta singillaringiz Shahodatxon, Saboatxon, Hanifa nomlaridan tabriklar ekanmiz. Ilohim dunyo turguncha turing, farzandlarni baxtli tomog'ini ko'rib, 64 bahorni qarshi olmoqdasiz. Niyat qilamiz, duo qilamiz. 70 yoshdan yetaklashib, 80 yoshdan sakrab, 90 yoshdan to'qnashib, 100 yoshlarga kirib yuring. Ijozat bergaysiz, ruxsat bergaysiz, chiroyli satrlarni farzandlar, jiyanlar, qarindoshlar nomiga yetkazishga. Otam desam zabonlarim ketgay jo'shib. O'z rizqini bizlar uchun bergay qo'shib. To'ylar qilib yelkasidan tog'lar tushib, otam bordir mening aziz shunday ulug'. Otajonim, 64 yoshingiz bo'lsin muborak bo'lsin. Farzandlaru jigarlarga bergan non tuzingizga rozi bo'ling. Oilangiz podshosi farzandlar uchun qozi bo'ling. Niyat qildik. Yoningizda turgan onajonim bilan hoji ota, hoji ona bo'ling. Otam bordir mening aziz shunday ulug'. Otajonim, 64 bahoringiz bo'lsin ulug'. Yana bir bor tavallud ayyomlar muborak bo'lsin deymiz. Krasnoyarsk shahridan barcha qavm qarindoshlar nomidan tabriklab qo'yar ekanmiz. Hamisha sog' salomat bo'ling. Dunyo turguncha turing. Yuzingizdan kulgu tabassum arimasin deb siz bilan yaqin daqiqalarda mikrofon qarshisida Muhammadjon bo'ldi. Tabriknoma loyihasi xonadoningiz mehmoni bo'ldi. Sog' salomat bo'ling.